Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 17-may, haftaning shanba kuni. Bugun biz g'ishlarimizni Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Besaray mahallasiga olib kelganmiz. Ko'rib o'tganlaringiz g'ishlarimizni ranglari atlasli holatda, razmerlari standart. Bu mashinamizda 10 mingtalik mashina Yozyovon tumaniga 960 so'mdan yetib kelyapti. Zavodimizning manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Zavodimizda o'zida g'ishlarimiz narxlari 850 so'mdan vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Ko'pchilik shu yaqindan so'raganlar uchun mana yaqindagi sifatlari nihoyatda a'lo darajada o'zlaring ko'rib turganlaringni. Ko'pchilik asfaltga tashamaysiz deganlar uchun mana baquvvatligini asfaltga tashab bitta sinab beramiz. Zavodda bari ko'rib o'tganlaringni mana asfaltga tashadik. Burchaklari ham uchib qo'ymadi. Zavodda bari bitta, zavodda asfalt yo'q, mana bu yerda asfalt bor ekan, asfaltga tashab sinab berdik. Siniqlari nihoyatda kam holatda chiqadi, bo'linib ketmasligiga, sanoiga kafolat bor. Xudo xolasa sho'rlardan muammo bo'lgan, birorta klientdan sho'r chiqdi degan murojaatlar tushgani yo'q. Inshaalloh sho'rlashgani yo'q. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar, vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Hozir to'kilish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib o'tganlaringdek, hozir pastga tashagan g'ishlarimiz ranglari, mana sifatlari a'lo darajada. Hozir to'kilish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Ovozlardan bilib olsalaring bo'laveradi. Hozir mana ko'pchilik tepasiga boshqa, ichiga boshqa urushyapti deganlar uchun orada mana to'kilganda oralarni ko'rsatib o'tamiz. Hamma yog'i bir xil bo'ladi, siniqlari nihoyatda kam holatda chiqadi. Hozir bu 10 mingtalik mashinamizda. Ko'rib o'tganlarni emas, tushganda ham sinmayapti g'ishlar. Joninglar. Ichiyo tashi bir xil bo'ladi, taklangan, hamma yog'i bir xil. Ovozlardan bilsalar bo'ladi. Ana shu holatlar to'kilgandagi, ko'pchilik shu to'kilganday holatini so'raganlar uchun tepadagi holati, bu to'kilgandagi holatlar. Ko'rib o'tganlaringizni to'kib ham oldik. Ichida nihoyatda siniqlari kam holatda, aytib o'tganimizdek sanoqlariga garantiyali. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar, vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.